Do'stlar, keyingi mashinamiz mana shu Bartovoy UAZ bo'ladi. Qisqacha ma'lumot berib yuboring. Yili 89-yil. 89. Ustalik gaz baloni bor. Aha. Holati o'rta. Holati o'rta. Gaz balonga ruxsati bormi? Hamma narsasi. Motor korobka hadoylari Ishi yo'q. hech qanaqa ish yo'q. Rasdatkasigacha ishlaydi. Skorsdan tashib o'rmaydi. Hop, bir marta holatini ko'raveramiz. Telefon nomeri bu yoqda yozilgan ekan. Balonlarimiz mягкий balon. Yangi. Eshikni yopib ko'rsatadigan bo'lsam. Gazda yuradigan UAZ arzon narxda. Bortlarga ahamiyat beramiz. Tekis. Polni kraska qilingan. Ramasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, ramalar mana butun hech qanaqa svarka yegan yoki qish yegan joylari yo'q. Bunun narxi qancha ekan? 25 million so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 25 million. 25 millionga uni gazli UAZ. Salon holatiga ahamiyat beradigan bo'lsak, o'zlar ko'rib turibsizlar, chiroyli qo'yilgan. Obsivkalar mana magnitofon nurgacha qo'yilgan. Oldi orqalari tortadi. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 93lik. 93lik 666 57 53. 57 53. Do'stlar, UAZ ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, videoni share qilib qo'yamiz. Keyingi mashinamiz mana shu UAZ bo'ladi, Bartovoy. Buni yili necha ekan? 83. Holat motor korobka hadoylari qanday? Motor korobka hadoyi yaxshi, 20 motor, 10 motor. Aha. Korobka zadmoqlari yaxshi. Ovozi chiqmaydi, balonlarimiz ham yaxshi ekan. Gaz baloni bormi? Bor, ustalik. Ustalik gaz baloni. Ruxsati bor-a? Gazga ruxsati bor-a? Bor, hammasi. Dokumentdan muammo yo'q. Dokumentdan muammo yo'q. Necha tonna oladi? 2,5 tonna oladi. 2,5 tonna normal. 2,5 tonna yuk olar ekan. Zapravka bilan qancha yurasiz? Toshkentga borib keladi. Toshkentga borib keladi. Ha, borib keladi. 200 kilometrga yetargan ustalik gaz baloni. Ular hammasi yangi qo'yilgan ekan. Datchiklari. Oldi orqalari tortadi-ya. Oldi, zapchasini qo'yish kerak. Oldi. ishlamaydi. Hamma narsa zapchasi turibdi. Oldiga endi nima zapchasi qo'yish kerak? Kardanni qo'ysa bo'ldi. Ha, kardani qo'ysa bo'ldi. Men dalaga chiqmayman, shahar ichida yuraman. Aha. Oldin ishlatmayman. Kardan muammo emas. Bu mashinangiz narxi qancha ekan? 35 million so'rayapmiz. 35 million. 35 million kelishilgan. Xo'p, telefon nomeringizni aytib yuboring. 94lik 94lik 405 405 7202. 7202. Xo'p do'stlar, keyingi mashinamiz mana shu Samara bo'lar ekan. Samara 19 edi-ya? Вылезя. Model какой? 99. Так. Markamiz 09 ekan. Мотор 1.5. Я сказал. Motor 1.5. Метан газ баллон есть? Нет, бензин. Работает на бензине. Так.
Kost какой? А? Kost целый. А, да, кушаю. Hop, suyaklarimiz butun ekan. Balonlarimiz yaxshi. Баллон новый стоит. Bo'ldi. Какие расходы есть у машины? Никакой расход. Никаких. Чехол ну, только купи и все. Motorimiz 1.5. Motor masalan ne yuriyapti? Нет, нет. Не. Bo'ldi. Motorimiz moy yemayapti. Mashina cho'tki. Cho'tki состояниеda. Можно открыть багаж? Да, конечно, открой. Очень большая багаж. Хорошо. Сумка там стоит. Чехолlar kiyis Это qo'yibdi. горит, короче, это молодежная да, машина. Aha. Так, Вот это mashina все светится. Гоночный, молодежный машина ekan. Так. Только сюда тонировку надо сделать. Здесь тонировка есть. Там Ol- есть этот, сняли его нахуй. Здесь. Bo'ldi. Orqada yon oynalarda tonirovkasi bor ekan, faqat orqasidagi sal xiraroq ekan. Orqada zadniy kameralarimiz ham bor ekan. Orqa balonlarimiz yangi, hech qanaqa расходы yo'q. Запаска Так. есть. Запаска есть. Сколько стоит? Чё? Сколько стоит? Киаром просим. $2,5 Ну, тут какой. ustupka будет. Hop, 2,5 ming kelishilgan ekan. Нет, родной был, освежили, выгорело. Вот такой стал. Потом просто. Rangi А это урод бордовый. так сделал. Он вот это, знаешь, почему так сделал? Потому что не высохло, а потом красил, а потом она стягиваться. Вот такая херня пошла. Клиент сколько спрашивал? Клиенты Да. 1700, 1800. Так. Сколько? Какой ваш номер? Телефон номер? Тройка, Тройка. 600 ровно. Так, üçlük 600. 39, 17. 39 17. 17 39 70. Kimga yoqqan bo'lsa do'stlar, telefon qilib gaplashasizlar. Как вас зовут? Иван Ача. Иван aka. Всё. Иван aka deb murojaat qilaverasizlar. Ладно, до свидания.